Namanganlik Novoy akalarimizda ham pul juda ham ko'payib ketdi. Dunyoni qaysi chekkasiga borsangiz ham Novoy namanganlik bo'ladi. Bir mijozimiz keldilar. Novoy akalar, nima ish qilasiz desam, tandirga non yopaman dedilar. Non yopuvchilar tilloga teng insonlar bo'lar ekan. Sababi unaqa insonlarni topish qiyin ekan. Shundoq qizib yotgan tandirga kirib non yopishi o'zi bo'lmas ekan. Agar gapim to'g'ri bo'lsa, bitta like bosib qo'ying. Bizning mijozimiz keldilar-da, trekker olmoqchi ekanlar. Okay dedim, trekker varianti emas, zo'r mashina ko'rsataman deb, mana shu mashinani ko'rsatsam, qancha to'lov bilan olasiz desam aytdilar. Okay, men naqdga olaman deganlar uchun 25 million chegirmasini qilib berdik. Avtomobil narxi 274 million 900 ming so'mga xarid qildilar. Hozir men sizga bu mashinani komfortlari haqida bitta tanishtirib beraman. Boshdan obshivkalarga bitta e'tibor berasiz. Eko koja bilan jihozlangan, bu yoqda karbon va akustikalari ham Sony bo'ladi. Saqlanib sidenalari bor va polni oyna ochish, yopishlari elektronlik hisoblanadi. Salon qismi 80% sifatli eko koja bilan jihozlangan. Torpeda eko koja bilan karbon kombinatsiya qilingan, splashnoy ketgan monitor va eng muhimi havo tozalaydigan funksiyalargacha mavjud va ikki tomonlama iqlim nazorati. Sizga issiq, bu tarafga sovuq kerak bo'lsa, bemalol ikki tomonlama ishlab beradi. Multimedia rol, cruise control va besprovодной zaryadnik, podstakanchiklari bu tarafda va xrustalniy joystik skoroslariga ham alohida e'tibor berasiz. Avtomobilda 3 xil yurish rejimi ham mavjud. O'rindiqlari barchasida isitadi va elektropaket hisoblanadi. Barda xolodilnik ham mavjud va o'sha siz so'ragan kattagina panorama tor. Mijozimiz orqa bagajni ko'rsating, uni yuklaymiz deganlarida men hayron qoldim. Okay, bu mashinaga uni yuklamasangiz keladi desam, yo'q, biz shu hunarning orqasidan pul topganimizdan keyin mashinani dila krasataga emas, mehnatga ham ishlatamiz dedilar. Okay, orqa bagaji 450 litr atrofida bo'ladi. Bagaj sig'imi bemalol 4 ta 5 ta qop un shundoqga kirib ketadi ichiga. Bu mashina yangilangan Tiggo 7 Pro. Avtomobil ikkita pozitsiyada restyling bo'ldi. Birinchi pozitsiyasining narxi 299 million 900 ming so'm. Agar xohlasangiz bu mashinani 4 yilgacha bo'lgan foizsiz rassrochkada ham xarid qilsangiz bo'ladi. Boshlang'ich to'lov eng kam 20% dan boshlanadi. Boshlang'ich to'lovingizga qarab rassrochka muddati uzayib boradi. Agar siz naqd to'lovga olmoqchi bo'lsangiz, 25 million chegirmasini ham qilib beramiz. Hozir men sizga ko'rsatib bergan avtomobil bu Tiggo 7 Pro ni premium pozitsiyasi hisoblanadi. Bu mashinaning narxi 344 million 900 ming so'm bo'ladi. Sizda bu mashinani xarid qilish uchun qancha mablag'ingiz bor? Shunga moslab oylik to'lovlarni bilmoqchimisiz? Kommentariyada qancha pulingiz borligini yozib keting. Videoga like bosib, bizga obuna bo'lgan bo'lsangiz, rashodlarni aniq o'zim lichkangizga tashab beraman. Manzilimiz Namangan shahar Do'stlik bozori Promzonaning yo'lida. Pastdagi nomerlarga telefon qilsangiz, lokatsiyani ham tashab berishadi.